Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video lavhamizda original bo'lmagan aksessuarlardan foydalanishda salbiy oqibatlari haqida bo'lib o'tadi. Ushbu mijoz bizning servis markazimizga yordam so'rab murojaat qildi. Sababi u original bo'lmagan diagonal nasatkadan foydalangan va u qurilma ichida tiqilib qolgan. Mijoz uni o'zi chiqarishiga harakat qilgan, lekin bu urinishlar samara bermagan. Eng muhimi, ular elektron taxiometrning akulariga zarar yetkazib qo'yishdan xavotir olishgan. Shu sababli ular Leica Geosystem servis markaziga murojaat qilishdi va biz ularga yuzaga kelgan muammoni xavfsiz hal qilishda yordam berdik. Ushbu video orqali barcha mijozlarimizga shuni eslatib o'tmoqchimiz. Har doim original aksessuarlar va ehtiyotli qismlardan foydalaning. Bu nafaqat qurilmangizni himoya qiladi, balki ortiqcha xarajatlaringizni oldini ham oladi.